Yo'l infratuzilmasini rivojlantirish boshqa ko'plab insonlar turmush tarziga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shu ma'noda aholining o'zi ham yo'lsozlik ishlarining boshlanishida hal qiluvchi rol o'ynayapti. Tashabbusli byudjet va Mening yo'lim kabi loyihalar natijasida Sirdaryo viloyatidagi ichki yo'llar obod bo'lmoqda. Bunyodkorlik jarayonlaridan Nigora Imomqulova xabar beradi. Sirdaryo tumanining Bahor mahallasidagi ichki yo'llar kuni kechaga qadar yomg'ir, qorli kunlarda loy, yozda chang bo'lib aholiga qator noqulayliklarni tug'dirayotgan edi. Bugun ichki yo'llar ravon manzillarga aylandi. Xursandmiz. Bunaqani biz necha yillarda orzu havas qilganmiz, kutganmiz. 30-35 yillar bo'ldi bu asfalt bo'lishiga orzu qilganmiz. Ayniqsa kuz-qish paytlarida juda yog'ingarchilik, qor paytlarida bolalarning yo'lda yurishiga juda qiynalardik. Mahalladagi barcha ichki yo'llar bosqichma-bosqich ta'mirdan chiqarilmoqda. Hozirda mahallaning markaziy Alisher Navoiy ko'chasi hamda ichki ko'chalarda asfalt qoplamasi yotkazilib, transport qatnovi uchun qulay sharoit yaratilmoqda. Aholining uzog'i yaqin, yo'li soz bo'ldi. Ayniqsa tashabbusli byudjet loyihasi orqali birgina Sirdaryo tumanidagi ko'plab ichki yo'llar ta'mirlanib, mahallalar infratuzilmasi yaxshilanmoqda. Tumandagi mahallalarda fuqarolar tomonidan ilgari surilgan takliflar asosida ichki ko'chalarni ta'mirlash loyihalari g'olib deb topilib, amaliy ishlar bajarildi. Sirdaryo tumanida 585 kilometr ichki xo'jalik yo'llari mavjud. Shunda jami 38 ta mahalla fuqarolar yig'inidan o'tgan. Prezidentimiz 93-sonli qaroriga asoslangan holda bizdan 21 ta mahalla fuqarolari yig'inidan jami 42 kilometr yo'l dasturga tushgan. O'sha dasturga tushgan qismlarida hozirgi kungacha biz 23 kilometrni to'liq bajarib tugatdik. Mustaqilligimiz 35 yilligigacha to'liq o'sha 42 kilometr yo'lni to'liq bitib topshirishni rejalashtirganmiz. Sirdaryo tumanidagi 19 ta mahallada ichki yo'llar tartibga keltirilib, ayrim mahallalarga 2-3 kilometr ichki yo'llarga asfalt qoplamasi yotkazildi. Ta'mirlash ishlariga 150 dan ortiq maxsus texnika jalb qilindi. Muhimi bu tizim orqali aholi o'z hududidagi muammoni o'zi hal qilishda bevosita qatnashmoqda.